Mazhab nima o'zi? Dindan bir bo'lakmi yoki keyin o'ylab topilganmi? Mazhab degani zahaba so'zidan olingan, o'zbek tilida ketish degan, borish degan ma'noni bildiradi. Mazhab degan so'z bu bir yo'l degani, ya'ni bir yo'nalish degani. Hozirgi kunda islom ulamolari mazhablarni madrasalar deb talqin qilishadi. Islom dinining asli bo'lgan oyat va hadislardan hukmlarni olib, ularning ma'nolarini olib, umumiylashtirib, ma'lum qoidalar, qonunlar asosida insonlarga amal qilishga yaroqli qilib, osonlashtirib berilgan yo'llar, madrasalar hisoblanadi. Va bu madrasalar o'zlarini kuchli, zabardast ulamolariga, o'shani o'rganadigan katta-katta olimlariga ega bo'lgan qadimdan va u hozirgacha davom etib ketadi. Ya'ni har bir mazhabning o'zining ulamolari, himoyachilari, davomchilari bor. Oddiy xalq tilida tushunadigan tilda aytadigan bo'lsak, masalan, oyat hadisni insonlar tushunib osonroq amal qilishga bir o'girib berish, tartiblab va nizomlab mavzularga bo'lib berilgan bir yo'l, madrasa desak bo'ladi. Masalan, Hanafiy mazhabida mana bu farz desa, u Hanafiy mazhabi uni farz qilgani yo'q. Balki oyatda farzligini Hanafiy mazhabi bayon qilgan. Yoki Shofiy mazhabida harom desa, Shofiy mazhabi ulamolari o'zidan kelib chiqib uni harom qilayotgani yo'q. Balki oyat hadislarda harom degan so'zni ko'chirayotgan bo'ladi. Yoki Molikiylar, Hanbaliylar ham xuddi shunday.